Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Qadrli mu'min Müslümanlar, Allah subhanahu wa rahmeti ve bereketi her birinizge erişsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İmanlı yüreklerini özüne jelib etüşe g'ibadat, Müslümanlarga zor bir maqsad bulup turaturgan haj, amal, g'ibadatlar turunda ushbu dersimizni hamda va'zlarimizni boshlasimiz kerak inshaalloh. Allah subhanahu wa ta'ala bizga bu dünyada İslam dinini bo'lak etdi. Hamda İslam dininin negizlarini bizga belgiladi Peygamber sallallohu alayhi vasallam 5 bag'anadan. Shulardan birisi bo'lib tura Alloh taolaga ishonu, shuni yurak bilan Allohning borlig'ina, birligine, hamda endi albatta Alloh taolaga ibodat qilish yog'idan namoz o'qu, tabunu. Ikkinchisi bo'lsa u zakat. Qachon biz o'zimizning molimizdan bir ulush chiqaramiz miskin va faqirlarga. Roza biz qachon Alloh subhanahu va taolo rizoligi uchun halal aybirlardan, sudan va ichimlikdan, oilamizdan tiyilib turamiz kun uzunina. Hamda haj amal ibodati Makka jilliklarini borib, maxsus bir oyni Zulhijja oylarında talbiyalarni aytib, labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lak deb şu talbiyelerini, iğlanlarımızını, şairlerimizni ko'tarib, tovushlarimizni yong'iratıp boralar Müslümanlar Allah subhanahu wa ta'alaga ibodat qilirga. Birinchi yurtqa qo'ysunda Allah subhanahu wa ta'alaning bo'ldi Peygamber Adam, bo'ldi shul peygamberler Nuh alayhissalamlar, bo'ldi shul peygamberler İbrahim alayhissalamlar. Hamda barcha peygamberler qaysilar shu yerlarga kelib ibodat qilib ketganlar. Alloh subhanahu wa taolaga xosh qilib, hamda shu yerlarda duo qilganlar. Qadrli jamoat, mu'min musulmonlar, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'zini sahobalarin chaqirdi haj amallarini qilirga. Haj narsasi o jamoat? G'arab tilidan turidan tarjima etsan, haj u qachon kishini o'zina bir maqsad qo'ya, hamda shu maqsadga yo'lga chiqqan shekilli bo'lib turadi. Agarda biz nenda bo'lsa o'zimizga maqsad qo'ysak, agar yo'nalsak, u shulay haj deb ataladi. Lekin hozirgi vaqtda maxsus mana shu so'zga haj degan so'zga kishilarda bir ma'no qoldi. Ezgi yerlar Makkaga borib ibodat qilib, maxsus ibodatlarni qaysisi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi. Shu ibodatlarni o'tagiz, hajni o'tagiz. Nishik siz ani ko'rib turasiz mendan. Tavoflari bilan Safa ham Marva tavi orasida yurib, sa'i qulu bilan G'arafa jilligida duosi bilan, Muzdalifa jilliklarida qulu bilan, hamda Mina jilliklarida ibodati, jamaratlarda tosh otulari bilan. Shu amallar qaysin bizga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qonun shariatga kiritib qoldirdi. Qadrli jamoat, mu'min musulmonlar. Albatta Alloh subhanahu wa taolo Qur'oni Karimda haj to'g'risida esga tushira hamda ani bizga farz etib qoldi. Nindi so'zlar bilan, istauzu billah, nindi oyatlar bilan. Walillahi 'alan-nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Kishilar ustida, adam bolalar ustida bir farz, Allohning üstlerinde bir yük. Qaysin o'targa alar tiyishlar ul haj safari, haj ibodati. Shu kishilar qaysi angar qish qudratlari jita yo'lin ko'tarirga deb Alloh subhanahu wa taolo aytdi. Ya'ni umridan, mol mulkatidan, yo'lning tinchligidan da ali hajdir bo'lib turadi. Shu vaqtda Alloh subhanahu wa taolo aytdi: "Va man kafara fa innalloha g'aniyun 'anil 'alamin." Agarda kishilar shu ne'matni Allohdan rahmatini qabul etmasalar, Alloh taolo ularning ibodatlaridan muhtoj tugul deb Alloh subhanahu wa taolo aytdi. Alloh subhanahu wa taolo har birimizga haj amallarini nasiblardan eylesin. Amin.